Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bugun biz Shaftolida Sharq meva xo'ri hasharatiga Ektash kompaniyasini Eclipso degan preparatini ishlatyapmiz. Gektarga 200 gram. Buni samarasi juda yuqori. Bu yerda tuxumini, barcha turdagi hasharotlarni, Sharq meva xo'rini, imagosini, hasharot, kapalak har turisini nobud qiladi. Hurmatli dehqonlar, mana biz hozir 100 litr suvga ishchi eritma tayyorlab olamiz. Dala sharoitida mabodo o'lchov 2 gramlik o'lchov shprislari bo'lmasa, mana 20 gram chemikatimizni 1 litr suvga eritib olamiz. Mana shu 100 litr suvga ishchi eritma bo'ldi. Mana bu yerda litrga ishchi eritma. Har 10 litrga 100 gramdan qo'shib ishlatish mumkin mana. Ham sifatli aralashgan, ham sifatli ta'sir qiladi. 20 litr suvga 100 gram, bu o'lchovimiz 50 gramdan qo'shamiz. Yeah.